yozdi bir bobingni qon bilan shiroq. Xorazm viloyat musiqali drama teatrida tashkil etilgan bayram tadbirida bosh qomusimizning fuqarolarning haq-huquqlari kafolati, davlat va xalq farovonligining huquqiy asosi ekanligi haqida so'z bordi. Tadbirning ochilish marosimida so'zga chiqqanlar ushbu muhim hujjatning mamlakat xalq farovonligi, butun dunyoda tutgan o'rni haqida alohida ta'kidlashdi. Chunki konstitutsiya davlatimizning huquqiy demokratik jihatdan yuksalishida hamda qonun ustuvorligini ta'minlashda alohida o'rin tutadi. Albatta ushbu muhim hujjatda belgilab berilgan mezonlar asosida hayot kechiramiz. Mehnat qilish, erkin kasb tanlash, bilim olish kabi huquqlardan foydalanamiz. Baxtli va farovon turmushimiz ana shu mezonlarga asoslanadi. Bayram tadbirida ishtirok etgan yurtdoshlarimiz ham ana shu fikrni ta'kidlashdi. Bu yil O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33 yilligi mana mamlakatimizda, viloyatimizda har bir ta'lim tashkilotlari, mehnat jamoalarida juda keng nishonlanmoqda. Haqiqatdan ham 2023-yil 30-aprel kuni respublikamizda, O'zbekistonimizda umumxalq referendumi bo'lib o'tib, 2023-yil 1-maydan boshlab yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mana kuchga kirdi. Albatta bu konstitutsiya oldin 128 moddadan iborat bo'lgan bo'lsa, endi 155 modda bo'ldi. Bunga zarurat bormidi? Albatta zarurat bor edi. Chunki bugun O'zbekiston bu eski oldingi O'zbekiston emas. Bugungi O'zbekiston bu yangi O'zbekiston, yangilanayotgan, endi bir demokratiyani, huquqiy davlatni yuqori, yanada bir huquqiy jamiyatni qurayotgan bir O'zbekiston davlati deb bemalol aytsak bo'ladi. Yangilangan konstitutsiyamizda inson huquqlari, erkinliklari, kafolati yanada mustahkamroq belgilandi. Bugun bizga ma'lumki, O'zbekistonni xalqaro dunyodagi nufuzi nihoyatda oshib bormoqda. O'zbekistonda iqtisodiy barqarorlik va taraqqiyot darajasi nihoyatda yuqori ko'rsatkichlarni ko'rsatmoqda. Kelgusi yil ham mana prognozlar bo'yicha 7% dan kam bo'lmaydi O'zbekistonning o'sish darajasi. Bu albatta O'zbekistonni xalqaro nüfuzli indekslarda, xalqaro maydonda o'zini nüfuzini yanada oshishiga xizmat qilmoqda. Albatta bu yutuqlarning zaminida nima yotibdi? Bu yutuqlarning zaminida konstitutsiyamiz, qonunlarimiz, mana shu qonunlar asosida faoliyat ko'rsatayotgan O'zbekistonimizni zahmatkash, mehnatkash xalqini mehnatlarini samarasi yotibdi. Bosh qomusimizda asosiy prinsiplar ham belgilangan. Bundan tashqari har bir fuqaroning huquqi, majburiyatlari va erkinliklari o'rin olgan. Hatto qadriyatlarimiz, diniy erkinliklarimizga alohida urg'u berilgan. Konstitutsiya bayrami har bir yoshni, qarini, har bir fuqaroni bayrami. Muhtaram Prezidentimizning Konstitutsiya bayrami munosabati bilan yo'llagan tabrikini eshitdik. Bunda yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning har bir bobida fuqarolarning huquqiy manfaatlarini yanada himoya qilishga yo'naltirilganligini e'tirof qildilar. Bu har bir fuqaroga menimcha quvonch bag'ishladi va o'zini himoyasiga bo'lgan ishonchini yanada orttirdi deb o'ylayman. Milliy qonunchiligimizning barcha sohalarini tartibga soluvchi aniq huquqiy tizim aynan ushbu muhim hujjatda to'liq ifodalangan. Bayram tadbiri taniqli san'atkorlar ishtirokidagi kuy-qo'shiqlarga ulandi. Millatlararo do'stlik, totuvlik, turli tillarda yangragan qo'shiqlarda, shunga monand ijrolarda o'z ifodasini topdi.